12 bob. O'tib ketish hetidan 6 kun ilgari Hazreti Ayso o'zi o'limdan tirildigan Lazar tug'an joy Baytoniyaga keldi. U yerda uningga ziyofat berildi. Marta u yerda mehmonlarni kutib o'tdi. Lazar Hazreti Ayso bilan hamdastixon bo'lganlardan biri edi. Maryam sap sumuldan yasalgan intayin qimmat baholiq atirdan oz kam bir qadoq akilib Hazreti Aysoning putlariga quydi va choshlari bilan atirni uning putlariga surdi. Uy atirning xushpurug'i bilan to'ldi. Lekin Hazreti Aysoning shogirdlaridan biri, ya'ni keyin uningga sotqinlik qildigan Yahuda Ishqariyot, bu atirning qimmati bir odamning yillik kirimiga teng keladi ekan. Nemishqa bu atir setilib, puli kambag'allarga berilmidi, dedi. Bu so'zni u kambag'allarga ko'ngil bo'ldiganligi uchun emas, o'g'ri bo'lganligi uchun degan edi. U shogirdlarning o'rtaq pulini boshqaratdi va o'g'irlab xajlatdi. Ayolning ixtiyoriga qo'yivet, dedi Hazreti Ayso. U bu orqali mening dafn qilinadigan kunimga tayyorlik qilyotdi. Kambag'allar har doim oranglarda, lekin men har doim oranglarda bo'lmayman. Zo'r bir turkum Yahudiylar Hazreti Aysoning Baytoniyada ekanligini angladi va yolg'iz Hazreti Aysoni emas, u o'limdan tirilgan Lazarni ko'rish uchun u yerga keldi. Oliy ruhoniylar bo'lsa, Lazarni o'ltirishni qasladi. Chunki uning sababidan nurg'un Yahudiylar ulardan yuz o'rib Hazreti Aysoga e'tiqod qilyotdi. Atsi o'tib ketish hetini o'tkazishga kelgan zo'r bir turkum xaloyiq Hazreti Aysoning Yerusalimga kelayotganligini angladi. Ular qo'llariga xurma shoxlarini tutishgan holda uni qarshi olg'ili chiqishdi va Xudoga shukr, Parvardigorning nomida kelguchiga muborak bo'lsin, Isroillarning podshohiga muborak bo'lsin deb vaqrashdi. Hazreti Ayso bir taxay tepib mindi. Bu ishni Zakariya payg'ambar xeyli burun oldin aytib, mundaq yozgan edi. Ey Yerusalim xalqi, endi qo'rqmanglar. Mana podshoyinglar taxay minib kelyapti. Uning shogirdlari u chaqda buni tushunmagan edi. Lekin Hazreti Ayso tirilish va osmonga chiqish bilan ulug'langandan keyin Zakariya payg'ambar yozgan bu so'zlarni hamda bu ish dal payg'ambar oldin aytganday chiqqanligini to'nib yetdi. Hazreti Aysoning Lazarni yerlikdan chaqirib tirilganligini ko'rgan kishilar bu mo'jiza to'g'risida boshqalarga to'xtamasdan xabar qildi. Xaloyiq Hazreti Aysoni yaratgan bu mo'jizasini anglag'achqa uni qarshi olg'ili chiqishdi. Parislar bo'lsa bir-biriga, qaranglar, bizning qilganimiz bekor ketdi. Mana, endi butun dunyo unga ergishib ketmoqda, deyishdi. O'tib ketish heytida Yerusalimga ibodat qilg'ili kelganlar ichida Yahudi diniga kirgan ba'zi greklarmi bor edi. Bular Jalilining Betsayda yesidan bo'lgan Filipning yeniga kelib, janoblari, biz Hazreti Ayso bilan ko'rishmoqchidik deb talab qilishdi. Filip berib buni Enderga ma'lum qildi. Ondan ular ikkisi Hazreti Aysoga xabar qildi. Hazreti Ayso mundaq dedi: inson o'g'lining shon sharafga ega bo'lgan vaqt soati yaqinlashib qoldi. Bilib qo'yinglarki, bug'doy dini to'pig'i tashlanib qurbon bo'lmog'icha yanila bir taldan piti turdi. Qurbon bo'lsa, big' surib ko'p hosil berdi. Hayotini ayg'anlar uningdan mahrum bo'ladi. Lekin bu dunyoda hayotini ayimg'anlar uni mangu saqlay oladi. Kim manga xizmat qilishni xohlasa, manga agashsin.
men qayerda bo'lsam, mening chakirim shu yerda bo'ladi. Manga xizmat qiluvchilarni arishdiki otam hurmatlaydi. Hozir ko'nglim qattiq azoblanyotdi. Buningga nima deyishim kerak? Ata, meni keladigan azob oqibatli vaqt soatdan qutquz deymi? Yo'q. Men shu vaqt soatni beshimdan o'tkazish uchun keldim. Ata, ulug'lig'ingni ko'rsat. Shu vaqtda arishdan bir ovoz anglandi. Ulug'lig'imni ko'rsatdim va yana ko'rsatman. Shu maydondagi buni anglagan xaloyiq havo guldirladi deyishdi. Yani ba'zilar bo'lsa bir farishta uningga gap qildi deyishdi. Biroq Hazrati Ayso bu so'zlar meni deb emas, sizlarni deb aytilgan. Bu dunyo endi so'roqqa tortiladi. Bu dunyoning hukmdori shaytonmi? Endi og'diriladi. Men yerdan ko'tarilganimda butkul insonlarni o'zimga jalb qilaman, dedi. U buni deyish orqali o'zining qandoq o'ldiganligini uqtirdi. Xaloyiq bu gaplarni tushunmay Hazrati Aysodan muqaddas yozmalarda qutqizg'uvchi Masih o'lmay, mangu hayot turdi deyilgan tusa, siz qandoq sizga inson o'g'li ko'tarilishi kerak deyalaysiz? İnson o'g'li zodi kim bo'ladi deb so'radi. Nurining oranglarda chaqnaydigan vaqti uzun emasdir. Shunga qorong'ulikning sizlarni besib olmasligi uchun nur bog' vaqtida davomliq meninglar. Qorong'ulikda mangan kishi o'zining qayerga ketayotganligini bilmaydi. Shunglashqa nur oranglarda bog' vaqtda uningga ishoninglar. Buning bilan nurning farzandlari bo'lasizlar, dedi Hazrati Ayso. Hazrati Ayso bu so'zlarni qilgandan keyin xaloyiqdan ayrilib yoshirinib oldi. Gerçi u xaloyiqning ko'z oldida shuncha mo'jiza ko'rsatgan bo'lsa-mu, ular uningga e'tiqod qilmadi. Bu ahvol dal Yashaya payg'ambarning yozmasida oldin ola ko'rsilgandek chiqdi. Ey Parvardigor, biz yetkizgan so'zlarga kim ishondi? Sening kuch qudrating kimga ko'rsatildi? Xaloyiq Hazrati Aysoga e'tiqod qila olmadi. Buning sababini Yashaya payg'ambar oldin ola tushuntirib bergan edi. Parvardigor ularning ko'zlarini ko'r qildi, qalbini bexitlashtirdi. Uning natijasida ularning ko'zlari ko'rmas, qalbi sezmas bo'lib qoldi. Ular gunohlarga tavba qilib, menga qaytishni xohlamaydi. Xolisidi men ularni saqaytatdim, deydi Xudo. Yashaya payg'ambar Hazrati Aysoning ulug'ligini ko'rganligi uchun bu so'zlarni uningga qarata oldin ola aytgan edi. Vaholanki nurg'ulg'an kishilar, hatto Yahudi oqsoqollarimi Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Lekin ular o'zlarining farishtalar tarafidan ibodatxona jamoatchiligidan qo'g'lab chiqib yetilmasligi uchun e'tiqod qilganligini oshkorlamadi. Buning sababi ular insondan keldigan maqtashni Xudodan keldigan maqtashdinmi yaxshi ko'ratdi. Hazrati Ayso yuqori ovoz bilan mundoq dedi: "Menga e'tiqod qilganlar mangli emas, meni avatkuchiga e'tiqod qilgan bo'ladi. Meni ko'rganlar meni avatkuchinimi ko'rgan bo'ladi. Men menga e'tiqod qilganlar qorong'ulikda qolmasin deb dunyoga nur bo'lib keldim. So'zlarimni anglab, so'zlarimga amal qilmaganlarni so'roqqa tatmayman. Chunki men
insonlarni so'roq tatqili emas, balki ularni qutqizg'ili keldim. Biroq meni rad qilganlarni va so'zlarimni qabul qilmaganlarni so'roqqa tatquchi bor. U bo'lsa-mu, aytgan so'zlarim bo'lib, u qiyomat kuni kishilarni so'roqqa tatidi. Chunki men o'zligimdan so'zliginim yo'q. Nemini so'zlishim va qandoq so'zlishim kerakligini meni avatgan otam menga buyurdi. Uning buyrug'ining mangulik hayot ilib keldiganligini bilaman. Shunga nemini so'zlasam, Xudo otamning menga buyrug'inidek so'zlayman.